Hozirgi paytda SPF har doim suringlar deyman. Mana professional firmani, ya'ni o'sha Jolis firmasi bo'lgan, o'zi doktor Kapoida. Professional koreyskiy kosmetika bu bilasizlar. Professional mahsulotlari hammasi. Bu CC kremi dumaloq varianti ham sotuvga keldi. O'zi bu sotuvda qolmagandi. Firmani o'zidan, o'sha Koreyani o'zidan kirmayotgandi. Kecha mana firmadan tashab ketishdi. Mana ochiq variantini ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa dumaloq variantda bo'ladi ko'rinishi. Buni ham xudo xohlasa Uzu marketga qo'ysam, sotuvga chiqarsam, zakaz qilib olsanglar bo'ladi. Bu sig'machali CC bilan почти surilishlari toni bir xil bo'ladi. Buni farqi mana shunaqa shishali idishda bo'lgani va qanaqadir grammi ham ko'proq deyshadi. Ikkalasi ham 50 mg. Men ikkalasini ham ishlatyapman. Bundan ham foydalanaman, sig'machali CC dan ham foydalanaman. Bu CC kremdan salgina qimmatroq, himoya varianti kuchliroq deb ham master klasslarda bizga o'rgatishgan, ya'ni kosmetologlar master klassida borganimda. Xullas, bundan ham xarid qilib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Tonlari rosa ham zo'r. Probniga xuddi o'sha CC kremi probniga. Faqat buni tarkibiga quyoshdan himoya darajasi ko'proq qo'shilgan ekan. Shunaqa farqi. Surilishi bir xil, yuzga yochishlar hammasi bir xil. Mana shunaqa shishada bo'ladi. O'zi shishada bo'lgan kremlar uzoq vaqtgacha juda ham sifatini yaxshi saqlab ham beradi o'zi har doim.